Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana o'sha Shadex Junior va bugungi videomizda biz zombi apokalipsisda tirik qolamiz. Va bo'ldi, boshladik survivalimizga. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Xullas, nima qilish o'zingiz juda ham yaxshi bilasizlar. Bu kanalga ikkinchi video, birinchi video boshqa bombalar tashlayapsizlar. Rahmat sizlarga, kattagon qoyil qoldim, lekin menmi kim bo'ldi? Xo'p, bu Nogron Steve menimcha qo'l bilan uyda o'ldira olamanmi? Uy, qattiq jomatda o'tirib qochyaptimi sen? Qochmayapti. Lekin bunaqalarni 10 tasini bitta yo'y bermay kerak bo'lsa. Pak. O'lay, umri joning qancha san vardimi bu? Bundan qanaqadir musor tushdi. Kremniy. Bundan zajgalka yasa, bundan foydali maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Shuning uchun buni olib qo'yamiz. Tak, bugungi videomizda biz zombi apokalipsida tirik qolarkanmiz, demak bizga avtomat kerak bo'ladi. Avtomat sal keyinroq emas, normalniy keyinroq olaman. Chunki hozircha menga zombilar uni qo'rqinchli ko'rinmayapti. Oddiy bitta Nogron Steve bilan urishdim, bo'ldi. Tak. Daraxt chopoli hozir. Narsalar yasasak, mana. Tak, verstak Mamatga qo'yamiz, nimagadir mashga qo'yim katta. Tak, endi bundan kirka yasaymiz. Tak, kirka yasasak. Hop. Kirka yasab daraxt chop. Miya bilan urishdim, charchadim. To'g'ri pastga kovlab, bizga tosh kerak, toshga olamiz hozir. Men videomni ko'rganlar biladi, birinchisini men tez o'ynayman. Menda cheat yo'q. Menga unaqa qaramanglar. Bu cheat emas, videoni o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Bu shunchaki omad bo'lishi kerak. Ertalab tahorat qilganim foydasi bu. Xo'sh. Agar videoga tayyor bo'lsanglar, oldinglarga karshkali perashka bilan olchalik kompot olinglar, maza qilib yoki issig'ida u ketmaydigan bo'lsa, bitta morojniy olib ham ko'rsanglar bo'ladi, yezlicha. Hozir bo'lsa men 14 ta tosh kovlab oldim. Bu videoda faqat oddiy bitta avtomat mod bilan zombi apokalipsis mod bo'lmaydi. Unda boshqacha modlar ham bo'ladi. U modlar qanaqaligini keyinroq ko'rib olasizlar. Hozir men o'zimga kirka yasasam, yangi toshligidan. Endi bo'lsa bolta. Yangi topshiriq, tosh davri. Hop, mana bu yerdan boyagi temirimizni kovlasak. Tak, bu yerda bitta temir emas ekan, bitta, ikkita, 3 ta, mana bilan 4 tami? 5 ta, 6-chisi ham bor ekan. Bu nimagadir cheat deb o'ylashinglar mumkin, lekin o'zim ham cheat deb o'ylardim, uni cheatim yo'q meni. Boshqa odam videosida ko'rganda ham o'zim cheat deb o'ylardim, lekin meni cheatim yo'q. Xo'p, men bu yerdan takoy zizlarni chiqsa ham unaqa. Hozir bu yerdan endi nima yasamoqchiman o'zimcha? Narsalarni sarsirovga qo'ysak, bitta kiyim yasasak, mana sizlarga aytgan shu modam artefakt videosini kim eslayapti? Tak, men uni chopganim yo'q, uni to'g'ri ideyasi o'xshab ketishi mumkin, lekin bu aynan aslahali videosi emas. Bu zombi apokalipsis. Prosta mashinada ana oddiy olmosli nezirkli kiyimlarga qaraganda qattiqroq himoya qilingan kiyimlar bo'lgani uchun, chunki bunda hali gigantlar ham bor, gigant zombilar. O'shaning uchun menga obsidianli kiyimlar kerak bo'ladi. O'shaning uchun bu modni qo'shdim, lekin bu aslahali videosi emas. Hozir daraxt oxirigacha chopib qo'ydim, endi o'zimcha daraxt bilan polga aylantirib, poldan bitta kiyim emas, shapka yasaymiz. Shapkadan keyin naski yasaymiz. Tak, mashlan kiyib oladigan bo'lsam, qalay takoy bo'mishcha stil bu. Bo'mishlar stili sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Shadex bo'mish deb yozsanglar, lekin kommentariyada Shadex bo'mish deb yozganini. Xullas, endi bir olam kezamiz, aylanamiz. Qorin ochligim bilaman, jonim kamligim bilaman, shuning uchun go'sht tarafga ketyapmiz. Tak, mana yuradigan ovqatlarni topdik. Yuradigan steak, yana bittasi. Tak, mana yana ikkita, anta yana bittasi bor. Tak, buni ham chopamiz. Bu yerda yana ko'p ekan. Yuradigan ovqatlarimiz ko'payadigan bo'ldi. Tak, oyingni uvantib
xuddi cho'chqa o'ldirdi, men o'ldirmadim. Bechir bola ruh yetiraoldi, mayli, chop. Mana buni ham chopsak bo'ldi. Endi hozir bu yerda pishirishga sharoitimiz bormi, yo'qmi bilmadim. Xullas bir olam kezdiramiz, hozircha xavfi yo'q. U yoqda qanaqadir struktura bor. Aeroportga o'xshaydimi? Mana shu yerdan nastroykadan bitta narsani to'g'irlasam. Xo'p. Ko'rib oldim, lekin ishlamayapti. Nimadir knopka, mayli. Hozir birinchi o'g'ani strukturaga borib ko'ramiz. To'g'ridagi cobblestoneli. Xo'p, bunga kirib ko'ramiz. Kirkanol qo'lga. Bolalar, yana aytaman, videoni yangi ko'rayotganlar, men pro emasman. Shuning uchun men ustidan ko'rmaylar. Turba. Qanaqadir turba, doktor ishlaymi, jem. Techga sandig'i solib qo'yganim yaxshi ekan. Sandig'i yopib qo'ygan. Tepadan chiqamiz hozir endi. Tak, bu yo'li bo'm-bo'sh, ham menimcha dekoratsiya qo'yishgan. Bu yoqdagi mana kitoblarni chopamiz. Nimagadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Tak, ham to'rga ilinib qoldim. Xullas, bu yerda sakrasam hozir fit bo'lishi ma'ni. Shuning uchun bu yerda hozir o'zimizga kerak tosh anaqalarni yasab olib, pechga yasab olib, normal tosh yo'q bu yerda. Bir nogiron struktura ekan o'zi ham. Bu 6 ta bo'ldi. 7-chi tosh yo'q. 7-chi toshmi bu? Nechinchi tosh bu? Mana buni qo'ysak, 8-chi tosh ekan bu. Tak, bo'ldi, yasaymiz pechga. Xo'p, endi majburan go'shtga pishiramiz. Temir, qanaqa temir? Ovqat o'laman deyman hozir. Hozirda jem bormidi? Musorlarni otib oladi, mana bu kitoblarni qo'yib taxlidi. Mana jemni yeb ko'rish kerak. U normalni to'ldirishgan, u banka bo'shab qoldi nimagadir. Mayli, buni otib olamiz, endi keragi yo'q. Tak, bu modda afzalliklar zo'r ekan, lekin zombie apokalipsis o'zimga ham juda yoqyapti-yu. Hali bitta dona nogiron Steve ko'rdik, lekin hozir mana shu yerda o'lmasam agar ko'ramiz. Xullas, mana bitta qanaqadir chirigan uy bor ekan, bu yerda qanaqa pechka, ichiga kirib olmayapti. Yana narsa qo'yib bo'lmasa ekan ichiga. Dekoratsiya menimcha bu ham oddiy. Oho, sandiqda kremlarni pichog'i bor, ana kremlarni pichog'i. Kamon. Xo'p, jem, boygi narsa. Xo'p, kamon oldim. Mana qanaqadir tarvuz. Xo'p, chips ili oltin yashil olma. Rus tilida ajali, xullas, mayli. Men gvozdi nimaligini bilmayman. Xullas, chipsni yeb ko'ramiz. Umuman to'ydirmas ekan. Tarvuz bilan bir amalda qorin to'yg'izib oldi, endi tarvuzlarni non yeb. Xullas, endi mana bitta nastroykalarni qilib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerga strukturaga endi kelamiz, yana qaytib. Bu yerda biz pishishga qo'ygan steyklarimizni olamiz. Hozir nargi strukturaga boraman. O'tda menimcha katta ishkal bo'ladi. Hozir bu yerda ozgina daraxt qolib turib, bu yerda temirni ham pishirishimiz kerak. Bu yerda ham nima bo'lishini Xudo biladi chunki. Xo'p, tayyorlanamiz, davay. Men doktor shlemini kiyib ko'raman. Bir urotga o'xshab qoldi-yu, mayli. Xavfsizligi yaxshiroq ekan. Tak. Xo'p, temirlarimiz ham pishyapti, hamma narsamiz pishyapti. Kitob otvormi. Xo'p. Temir tafta deganimi? Xullas, rus tilida unchalik yaxshi emasman. Agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, rus tilida meni so'kormanglar, iltimos. Tak, hozir bu yerdan bitta mashaq aytgan ekan. Ko'rgan narsani kiyaverma degan ekan. O'zim shapkam yaxshiroq. Tak, bu yerda steyklarni olamiz. Tak, sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Bolalar, xohlasanglar kanalimga obuna bo'lib, xohlasanglar emas, kanalga obuna bo'lishingiz shart. Mana pichog'i uruni anaqa ushda ekan, lekin urish tezligi baland ekan. Qaranglar tez urishini. Mana turba undan ham tez ekan. Menimcha turbani olib qolib, mana krem pichog'i, krem pichoqda urishmayman, men qilichga o'xshab sindirar ekan. To'g'ri, qarchi endi krem pichog'ida urish yurmayani, to'g'rimi? Tak, kamollarni bitta. Xo'p, ovqatlarni bir tomonga, kerak narsalarni bir tomonga qilish kerak, to'g'ri og'ir narsalarni. Tak, bu yoqqa bularni qo'ysak bo'ldi. Steak ham qo'yamiz. Bu yerdan temir olib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda hech narsa yo'q, narsalarni yig'ishtirib olamiz.
Tak, pechkalarni oldik. Bu yerda taxtani ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Pechka ham. Versak tashlab ketaveramiz, mayli. Versak bilan muammo yo'q. Ana strukturaga mana nihoyat kechasi bo'lganda qonli jang uchun ketmoqdamiz. Ammo u yerda bizni kimlar kutib turibdi yoki nima kutib turganini bilmaymiz. U qanaqadir jinni bo'lgan Steve bilan qanaqadir semiz zombi kutib oldi. Xullas, tak mana. Semiz zombi o'rinimizdan oldi, jonini oldi. Tak, mana sakrab turib urgan bilan bir xil bo'lishgan o'sha o'ldiraman menimcha. Uruni balandroq bo'ladi-da, faq. Tak, ili bolalar mana shu aslahalar videosini men ham olishimni xohlasizlarmi xuddi artefaktdagi. Agar xohlasanglar kommentariyada davay shunaqa video deb yozib qo'yinglar. Men конечно o'qib. Qanaqa qurtmi bu? Men qurt. Tak, men bu yerda qanaqadir dekoratsiyalar, men bu yerda semiz qanaqadir zombi. Tak, bu yerda soda bor ekan, sodani nima qilamanmi? Qo'l ketib qopti, xullas men bu semiz zombi keldi bu yoqqa. Endi rost banikasiga jang bo'ladi bu yerda. Pak, o'ldi. Men qurti tushdi. Buni boy o'ldirdim. Bemalol hozir ham o'ldira olaman. Voy, nima ko'p uryapti. Hozir o'lib qolaman. O'ldim. Voy, bля. Shuncha olgan narsa. O'nta menimcha. O'sha struktura tanish. Uzr bolalar, ertalab qilishim kerak. Hozir narsalarni topishim kerak chunki men takramdan biramalab kiramiz. Nimadir jonimizdan o'tdi. Yomon tez. Mana qanaqadir o'zidan qon qusgan yashil zombi, politsiyskiy menimcha bu. Tak, hozir qattiq urib o'ldirish kerak. Bo'l. Men shundan tavakkal qilmayman ortiqcha. Tak, joni 1 million tami deyman-da bu zombilarni. Avtomat olmasa bo'lmaydiganga o'xshyapti. Va nihoyat chirigan kartga chiqdi undan. Va bu yerda bizga gem bilan macheta chiqdi. Nimaligini bilmayman, lekin normal narsa o'xshaydi. Hozir biz gemni yeb olib bankasini otib yuboramiz. Xullas, anta ikkinchi strukturaga boramiz. Menimcha u boyga joy emas. Men adashimman. Boyga narsalarimizni topishimiz kerak. Mana bu sandiqda mana politsiyskilarni turbasimi nima deydi o'sha bilan qanaqadir dori, bu ham nimadir. Tabletka bir balolar yo olma. Xullas, bu yoqmasligi aniq, boyga joy. Tak, men boyga joy strukturani topishim kerak chunki men o'lishimga bir bahiya qo'ygan boy. Ota qanaqa semiz zombi turibdi. Voy, bitta. Jinni bo'lib qopti bu. Bu jinni bo'lib qopti. Bo'l. Men shuni. Zombi tomon ketib qolgan. Uni hozir o'ldirib bo'lmaydi, shuning uchun men xavf bo'lmaysizlar, o'zimga avtomat olishim mumkin degandim. Avtomatni olaman hozir mana. Tak, bu odam men o'zim yoqtirgan avtomatni olaman. Olmani bu yoqqa qo'yib turib, uni 3 o'qidan olaman. Tak, endi bo'lsa bu odam bir avtomatda kerakli narsalari, poylaydigan, ushlaydiganlari, xullas. Mana zani bosamiz. Bu yerda bu chiroyli bo'ldi. Mashina ham lekin ustiga uchganini qo'ysa yaxshi. Poylaydigani ana. Zombi hali ham tepamizda turibdi. Hop, uchaman-da, takbiran keltirib hozir. Banglas tashiyman. Game mode survival. O'lmayaptimi deb rasotdim. Ko'chada yotyapman. Joni stakmi buni nima balo? Boshiga otsa ham o'lmayapti. E'tibor uchun avtomatda har bitta o'qi 7 urindan oladi bolalar, 7 urin. Hisobga olinglar, o'yinchining o'zini bittada 7 ta jonni oladi degani bu. Endi zombiga qancha o'q otganimni o'ylaylar. 12 ta o'q otdim.
12 emas, 14 ta. Xullas bu zombidan naf chiqmaydi, u meni orqamdan kelmayapti. Men ham jim ketaverman. Temaganga tema deyishgan. Avtomat tufayga qo'yib qo'ysanglar, ikkinchi qo'lga qo'yib qo'ysanglar, unaqa masalan orqanglarda turadi animatsiya bo'lib. Takoy ham joylar tanish ko'rinyapti. Xullas, sekin kutib turamiz endi betiga. Qidiramiz strukturani topish kerak, videoni tugatish kerak. 15 minut bo'ldi уже. No, zombi apokalipsis menimcha qiziq bo'lyapti deb o'ylayman sizlarga. Nima bo'ldi hozir osmonga? Zombi apokalipsis ikkinchi qismi ham chiqishi mumkin. Ikkinchi qismi agar chiqishini xohlasanglar sizlar kamida 7 ta like yig'ishinglar kerak. Elimas survival ikkinchi qismini ham olmoqchiman. Shunga nima deysizlar? Uni ham kommentariyada baq tashirsizlar. Takmaydi, mana boshim aylanib jurliq qishib ketdi. Boyagi strukturalarni topdim nihoyat. Tanish joylar. Tak, suv tagidan sekin hujum qilish kerak. Suv rangi o'zgardi, qanaqadir zaharlangan suvmi xudo biladi. Xullas, mana bu narsalarni olaman hozir. Tak, men zombi go'shinmay oldim, mayli. Xullas, nima bo'lsa ham hammasini olish kerak bu yerdagilarni. Osmon qanaqadir qo'rqinchli bo'lib ketdi bu yerda. Temirni olamiz. Lekin boygiz anaqa meni o'ldirgan svolichdan darak yo'q, shuning uchun hech narsa qilmaymiz. O'tirdi, nima turibdi? Xullas, unga keyingi videoda boraman menimcha. U bilan qiziqish bo'lmasin. O'zi shundoq ham hayot xavf ostida bo'ldi. Turbani endi menimcha otib yuborsak bo'ladi. Beminat dastyor bo'ldi-ku. No, bo'ldi endi, davr o'tdi. Hop, shlem otvoramiz. Men yuzim ko'rinib turgani yaxshiroq. Avtomatni F ga qo'yamiz. Turba Mamatga, kitob Anitga, ovqat bu yoqqa, temir bu yoqqa. Tak, aptechka, dorilar bu yoqqa, ovqatlar bir tomonga, boshqa narsalar bir tomonga qilsa menimcha bo'ladi. Hop, bu yoqqa. Bu bilan kamon ham menga unchalik kerak emas, lekin hozir steykni bu yoqqa qo'yish kerak. Tak, mana hamma kerak narsalarni otib yubordik. Bolalar, sizlar bilan bugungi videoda Shadex Junior bo'ldi va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar obuna bo'linglar. Video tugadi. Baq.